Avvalambor assalomu alaykum hurmatli ahli Instagram. Mana Bahodir akam bilan birga hozir Sagdiana Parij marojini shunday orqasiga kirganda Zolotoy etaj nechinchi etaj? 2 aka. Ikkinchi etajda 3 xona polnotseniy. Mana shu xonamiz srochniy sotuvga qanchada oformit bo'ladi? Yarim soat, 1 soatda oformit bo'ladimi? Bo'ladi aka. Yarim soat, 1 soatda oformit bo'ladi. O'zlarining uylari. Nima ko'ryapsizlar? Hammasi turadi. Duxontirni katyol har bitta xonasiga 1,5 metrdan batareyalarning kattasi turibdi. Xonalarni tanishtiring aka. Bitta mana bu katta xona. Hamma narsa qoladi. Hammasi qoladi, ko'rgan narsalaringiz. Xo'sh. To'rda balkon. Ha, balkon bu yerga mebel turibdi. Balkon trezasi bor. Trezasi bor. Buni orqasida radiator turibdi katta. Ha, mana bu yerga yana bitta katta radiator, 2 metrmi bu katta radiator? 1,5. Bolalar uchun yotoqxonani Bolalar ko'rsating. yotoqxonasi mana bu yerda. Bu yerda ham xuddi shunday radiator ulardagidek. Ha, radiator katta, garderob o'zining shkofi bor. Ana endi kuxnyani ko'rsatamiz. Zolotoy etaj 2-qavatda joylashgan, vasha gap bo'lishi mumkin emas. Narxi vasha budjetni mana shu uy 3 xonalik nech pulga arziydi? Zolotoy etaj, duxontirni katyol. Duxontirni o'ziniki, davlatniki emas. Ha, o'ziniki, davlatniki emas. Narxini nech pulga qo'yamiz aka? Aka endi hammaga 64 deganimiz to'g'risi. Hammaga 64,5 ming deganlar bu kishi realtorlarga, lekin sizni hurmatingiz deyaptilar 63,500. Yana sunnatiga muvofiq meni podpischiklarim kelsa tushirib berasiz. Rahmat, xudo xolasa kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa chiqaverasizlar.